Mana bu holatni bitta ko'ringlar-da. Mehnat qilyapti bular. Hech narsa qilayotgani yo'q. Mehnat qilyapti, hokim chaqiryapti. O'shan uchun majbur o'tirdi. O'zi bechoralar pish qo'yib yuradi. O'tirib olib gapirishing. O'z ishiga javob berish kerak. Dvornik xodimlarini avtobusdan tushirib yuborishibdi. Sababi ba'zi bir madaniyatli insonlar bular bilan bitta avtobusda ketgani jirkanishibdi. Bularning mehnati halolu, lekin o'zlari harommi shunda? Ya'ni bularning ishi bizga kerak, lekin o'zlari kerak emas, to'g'rimi? Ba'zi bir madaniyatli insonlar ichayotgan suvini butilkasini musor yashiga tashigani erinishadi va bularning avtobusda yurgani haqqi bor. Lekin qo'pol qilib aytganda bularning ketini tozalab, ko'chalarni obod qilib yurgan insonlarning avtobusda yurishga haqqi yo'q shunda, to'g'rimi? Bu holat bo'yicha meni shaxsiy fikrim, avtobusda asosiy inson haydovchiligini hisobga oladigan bo'lsak, haydovchi aynan mana shu jirkangan insonlarni avtobusdan tushirib yorib, dvornik xodimlarini o'zini manziliga eslomay yetkazib qo'yish kerak edi. Sababi ba'zi bir madaniyatli insonlardan ko'ra dvornik xodimlarining foydasi ko'proq davlatga tegyapti. Va bular qanaqa xorlanganligini, qanaqangi dili og'riganligini mana shu insonlar o'zlari his qilishganda edi, katta ehtimol bilan bu xatoni qilishmagan bo'lardi. Agar fikrimga qo'shiladigan bo'lsanglar, videoni maksimalni like bosib, repost bosib tarqatinglar. Dvornik xodimlari qilayotgan ishidan faxrlansa arziydi. Sababi biz madaniyatli insonlar ko'chalarda sastib rasvo holatga keltirayotganimizda, bular qo'pol qilib aytganda biza xatolarimizni to'g'rilab ko'chalarda obod qilib yurishibdi. Bu faxrlanishga arziydi.